Bugun sizlar bilan potaynoy zamokka tikilish texnologiyasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Sekret zamogimizni tikib olishimiz uchun bizga xuddi shunaqa lapkamiz kerak bo'ladi. Buni furnitura sotadigan joylardan topsangiz ham bo'ladi. Sekret zamokni tikib olishdan oldin yordamchi chok tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu videoda ko'rsatilgan. Yordamchi chokimiz zamogimizni o'ynab qolmasligini ta'minlab beradi. Ana endi zamogimizni ochib olamiz va lapkamizni mashinkamizga o'rnatib tikishni boshlaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, lapkamizda ikkita ariqchasi bor. Shu ariqchaga zamogimizni tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Chap tarafini chap tarafiga, o'ng tarafini o'ng tarafiga qilib tushirib olib, zamogimizni sal-sal ochgan holatda tikib olishimiz kerak bo'ladi. Agarda siz ham tikish, bichish va modellashtirish sirlarini mukammal darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarni Mohir Chevar onlayn kursimizga taklif qilib qolamiz. Joylarimiz soni chegaralangan, ulgurib qoling. Kurs haqida to'liq ma'lumot olish uchun kommentariyada Mohir Chevar so'zini yozib qoldiring. Ikkinchi taraf zamogimizni ham xuddi birinchisiga o'xshatib tikib olamiz. Chokimizni zamogimizga 1-2 sm yetmagan holatda to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Va mana qiziljonlar, bizani potaynoy zamogimiz, ya'ni sekret zamogimizni tikilish texnologiyasini birgalikda ko'rib chiqdik. Bu videoni eng yaqin tikuvchi dugonangizga yuborib qo'ying.